O'rtoqlar, Buxoroda shuncha kuzatuvchilarim bor ekan bilmagan ekanman. Aylanishga? Yana ketasiz. Yana ketaman. Shunday qilib Buxorodagi sayohatimni ikkinchi kuni ham boshlandi. Ertalabdan onam bilan bozor aylanib qadimiy eski shahar tomon yo'l oldik. Bu joy menga eng yoqqan maskanlardan biri bo'ladi. Bu yerda o'zingizni go'yo o'tmish davriga tushib qolgandek his qilasiz. Hozir Buxoroni aylanib yuribmiz va to'g'rimda antiqa bir narsa ko'rib qoldim o'rtoqlar. Bu uycha kastruka va choynaklardan qilingan ekan. Qaranglar, dunyoni kastrukalaganlari va ichkarida ham laganlar bor ekan, qaranglar. Gilamlarda qaranglar o'rtoqlar, uchun izjayla juda ham chiroyli millilikni saqlab qo'ygan. Men Koreyaga ketishimni oldin mana shu pullar muomala dedi o'rtoqlar. Hozir yo'q bo'lib ketibdi. Antikvariga ham qo'yib qo'yishgan mana 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm. Qaysi pul esingizda, siz davringizdagi eng eski pul? 1 bor edi, 3 rubl bor edi, 5 rubl bor edi. 100 so'm, bu yoqda 5 so'm. Mana 1 rubl. Ha, men bu yoqda aytyapsiz. 3 so'm bor edi. Oldimizda emas, 10 so'm ham bor edi. Bu esa Buxoroning eng mashhur va eng ko'p tashrif buyuriladigan maskanlardan biri Labi hovuz. 400 yillik tarixga ega bo'lgan bu joy qadimiyligi, sokin muhit va milliy arxitekturaning betakror uyg'unligi bilan ajralib turadi. Juda ham chiroyli shahar ekan. Sizlar qilib mana kechadan beri aylanib yuribmiz. Uzbekistan. 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 Le Pakistan. Uzbekistan. Пойти у вас с вами можно сфоткаться? Shu tariqa Buxoroga bo'lgan sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Tarix bilan to'lgan bu qadimiy shahar menga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Endi esa navbat Samarqandga.